Oyog'im to'la varikoz. Men davolatmasam ham hech narsa qilmaydi. Bemalol mazza qilib yuribman. Varikoz kasalligini davolash kerakmi yo yo'qmi degan savol beriladi. Albatta davolash kerak. Varikoz kasalligini o'tkir va surunkali asoratlari mavjud. Birinchi asorati bu kengaygan qon tomir o't betga bemor to'satdan o'zi bilmagan holatda urib olsa, shu kengaygan qon tomirdan juda ko'p miqdorda qon ketish holatlari uchraydi. Qancha ko'p qon yo'qotsa, hayot uchun xavf shunchalik oshib boradi. Va eng xavfli bo'lgan asorat bu shu kengaygan venalarda qon oqishi tezligi pasayish natijasida hosil bo'ladigan tromblar. Tromb shu qon tomir devoriga yopishgan holatda bo'lishi mumkin. Yo bu tromb ma'lum bir harakatlar qilganda bemor uzilib, to'g'ri yurak orqali o'pka venalariga borib, o'pka venalarini yopib qo'yish holatlari uchraydi. Bu eng og'ir asorat hisoblanadi. Buning natijasida bemorning umri xavf ostida bo'ladi. Hattoki o'lim darajasigacha borish mumkin. Klinikamizda varikoz kasalligini og'riqsiz va nuqsonsiz davolash imkoniyatlari bor. Shuning uchun klinikamizga marhamat, murojaat qilinglar, albatta yordam beramiz.